xotinlarning ishiga aralashma degan gapni to'xtating. Alloh Qur'onda, Rasululloh hadislarda aralash deganlar. Bo'ldi, to'xtataylik bu. Endi aralashaylik. Endi yo'q deylik. Endi yo'q. O'lgan o'likni ko'taradigan idishini xotinlardan oldiga olib kirib qo'yib bermanglar. Aylanib yig'lashmasin bu narsa. Harom buni aylanib yig'lashi. Mumkin emas bu. Darro'da surpani men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Surpani olib chiqib 3 marta bitta xotin janoza o'qiyotganda to'g'rida turuvdi, mayit. Nima? Ko'taradigan zamba. Shunday surib, xamir qiladigan suribdirmidi? Surpa. Surpani shunday 3 marta aylantirib olib kirib ketdi. Men ko'zim bilan ko'rdim shuni. Janoza o'qiganimizdan keyin ko'tarib olib ketayotganda bitta xotin chiqib baqirib, to'ri ruchkasiga bittadan durra baylab berdi. Nima bu? Hamma 400 erkak og'zini ochib qarab turibdi. 400 erkak bitta xotin to'xtatib qo'ydi. Stop dedi, to'xtadi hamma. Bu darajada bo'lmaylik. U durra nimani haqi beradi?